Assalomu alaykum barchaga. Bu Kiber Data Fort kanali. Bunda siz zamonaviy sun'iy intellektlar hamda kiber olamdagi yangiliklardan boxabar va sun'iy intellekt dasturlaridan bepul foydalanishda foydali dasturlarni o'rganib olsangiz bo'ladi. Demak, biz boshladik. Bugun bizada Gamma App sayti kerak bo'ladi, chunki Gamma App saytida biz slayd tayyorlashimiz mumkin va Gamma App saytida bepul qanchagacha akkaunt ocha olamiz, ya'ni Gamma App saytidan bepul qancha foydalana olamiz, bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Agar Gamma haqida xabari bo'lmaganlar bo'lsa, quyidagicha yana xabardor qilib o'tamiz. Gamma App sayti bu slaydlar tayyorlashga bizga yordam beradi. Ketdik, demak boshladik. Gamma App yoza olamiz. Google Chrome'da yoki qanaqa qidirish brauzeri bo'lsa ham bosamiz. Bizda akkaunt mavjud. Bu yerda slaydlar ham mavjud. 0 dan ko'rsataman. Bu akkauntdan chiqib ketamiz. Akkauntdan chiqdik. Endi bizga kerak bo'ladi TempMail sayti. tempmail.ru. Mana xuddi shu sayt. Bundan yana juda ko'p holatlarda foydalansak bo'ladi. Ya'ni bu bizga fake account beradi. Tayyor email account. Bu orqali biz Gamma App saytiga kira olamiz. Xo'p, bizga berdi mana. Buni copyright qila olamiz, ya'ni nusxalash qila olamiz. Xo'p, ro'yxatdan o'tishga kiramiz. Elektron pochta orqali davom etishni bosamiz. Xo'p, bizdan elektron pochtamizga tasdiqlash xabarini yubordi. Bu yerda kelib kutamiz. Mana, bizga tasdiqlash xabari keldi. Bosamiz, kiramiz. Va email adresini tasdiqlaymiz. Xo'p, bizga ism yozing deydi, familiya, til, parol qo'ying deydi. Hammasini yozib o'tamiz. Mana shu boya qo'ygan Gmail akkauntimizda. Xo'p, ismga o'zingiz xohlagan ism yozsangiz da bo'ladi. Men misol uchun tab bilan joy tashlab qo'yaman. Familiyaga ham xuddi shunaqa. Parolga любой parol qo'yishimiz mumkin. Ya'ni xohlagan parollaringizni qo'ysangiz da bo'ladi. Kamida bitta belgi ham bo'lishi kerak. Mana men qanaqa parol qo'ydim, bemalol ko'rsangiz da bo'ladi. Ya'ni belgi deganda mana bir nazarda tutilyapti. Davom etamiz. Tilda o'zbek tili tanlaymiz, o'zbek tili doim bo'ladi. Mana bizda yangi tayyor ish soli. Xo'p, Gammadan qanday foydalanishni rejalashtiryapsiz? Agar siz talaba bo'lsangiz ta'lim uchun, shaxsiy foydalanish bo'lsa shaxsiy foydalanish uchun, ish uchun bo'lsa ofis uchun ishni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Biz ta'lim uchun tanlaymiz, chunki bunda talaba sifatida ro'yxatdan o'tamiz. Bizda mavzularga doir ma'lumotlarni ko'proq chiqarish ehtimoli bor nisbatan. Tarbiya sifatida bo'lsa, ya'ni o'qituvchini nazarda tutyapti. Talaba sifatida ro'yxatdan o'tamiz. Biz bakalavrni tanlaymiz. O'rta maktabdagi bitiruvchi, bootcamp va boshqalar mavjud. Xo'p, taqdimotni 0 dan yaratishni tanlaymiz. Bu juda aktiv holatda bo'ladi. Ya'ni slaydimizni tayyorlagan paytimizda 0 dan o'zi yaratib beradi. Agar veb-sayt yoki PDF boshqalarni tanlaydigan bo'lsak, qanaqadir o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Xo'p, biz bu Gamma App haqida qayerdan eshitdik? Xohlaganimiz tanlab qo'ysak bo'ladi. Bu ahamiyatga ega emas. Mana tayyor. Ya'ni matnga joylashtirishni bosadigan bo'lsak, bu yerga biz mavzuyimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, xo'p, O'zbekiston tashkil topishi. Mavzusida slayd tayyorlamoqchimiz. Misol uchun yozamiz shu mavzuni. O'zbekiston Respublikasi tashkil topishi. Xo'p, davom etamiz. Standart tanlaymiz. O'zida avtomatik tanlangan bo'ladi. O'zgartirmaymiz. Xo'p, bu yerdan tanlaydigan bo'lishimiz, masalan, qisqacha, o'rta yoki batafsil ma'lumot tanlashimiz mumkin. Bu degan bunda, ya'ni biz deylik
Mana bizda mana bunaqa beriladigan ma'lumot. Mana bu yerda beriladigan ma'lumotni kamligi yoki ko'pligi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun. Bu yerda o'rta deydigan bo'lsak, so'zlar qisqa yozilishi mumkin. Shuncha batafsil tanlaymiz. Ya'ni har bir listga, slaydga batafsil ma'lumot berib o'tadi. Tiliga o'zbek tili, boshqa narsani o'zgartirmaymiz. Mana bu yerdan kartalarni o'zgartiramiz 10 ta. 10 ta karta qiladigan bo'lsak, qabul qiladi. Bizda odatda bitta akkauntimizda 400 kredit bo'ladi. Ya'ni 400 kredit bitta slaydimizga 10 ta, ya'ni bitta mavzuyimizda 10 ta listlik slayd tayyorlamoqchi bo'lsak, bizga 40 ta kredit kerak bo'ladi. Ya'ni umumiy akkauntimizda 400 ta kredit va bizda bitta slaydimiz uchun 40 ta kredit kerak bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, bitta Gammap saytda oddiy birorta ro'yxatdan o'tish bizga 400 kredit, ya'ni 10 tagacha slayd tayyorlashimiz mumkinligini beradi. Biz odatda universitetda 10 tani bir haftaga tayyorlab qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun bizga ko'proq akkaunt kerak bo'ladi. Men hozirgi vaziyatda ko'proq akkauntdan ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tdim. Davom etamiz. Keyin yana batafsilroq tushuntiraman. Davom etadigan bo'lsak, mavzuni yozdik. Xo'p, biz o'zimizga kerakli fonni tanlaymiz va yaratishni bosamiz. Mana marhamat, slaydimizni o'zbek tilida tayyorlab bermoqda. Rasmlarni ham o'zi avtomatik qo'yib boradi. Turamiz oxirigacha, ya'ni 10 ta listni tayyorlab bo'lgunicha. Mana bizning slaydimiz tayyor bo'ldi. Boshidan ko'rib chiqamiz. Mana rasmlar bilan birgalikda tasvir topishi. Buni mana bu yerdan mavzudan agar o'zimizga yoqmasa boshqa mavzuga o'zgartirsak bo'ladi bemalol. Mana. Xo'p, biz o'zimizga kerakli mavzuga o'zgartirib bo'lgandan keyin saqlash, ya'ni PowerPoint ko'rinishida saqlab olish bizda bor. Mana bu yerdan 3 ta nuqtani bosamizda export bo'limiga kiramiz. Export bu yerdan PDF, PowerPoint va Google Slide Go ga hamda rasm ko'rinishida yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Biza PDF emas, albatta PowerPoint ko'rinishida eksport qila olamiz, ya'ni skachat qila olamiz. Chunki ichida o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joylar bor. Olamiz. Kutamiz. Bizga mana yuklab berdi PowerPoint ko'rinishida. Xo'p, Browser Sheet Redacting qilamiz va bemalol o'zimizga o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joylarni, o'chirishimiz kerak bo'lgan joylarni o'chirib, o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joyga o'zgartirish kirita olamiz bemalol. Xohlagan joyimizga, rasmlarni ham o'zgartirishdan boshlab hammasiga. Ko'pchilikka tug'iladigan savol mana bu yerda Gammadan tayyorlangani bilinib qoladi. Biz qanday qilib yopishni bilmaymiz deganlar uchun life hack ko'rsatib ketaman. Xo'p, screenshot qila olamiz o'zimizga kerakli joydan. Menda notebookda o'zi screenshot tugmasi bor. Agar sizlarda bo'lmasa, Ctrl Shift va S tugmalarini birgalikda bossangiz, bizga kerakli joydan screenshot olishni ko'rsatadi. Xo'p, kerakli joydan screenshot oldik va uni qo'yib olamiz endi Ctrl V orqali. Va mana bu yerda o'lchaymiz. Yopamiz. O'zi yaqinroq ishlasak ham bo'ladi bizda. Hammasiga buni qilish shart emas. Bittasida mana shunday qo'yib bo'ldikmi? Bo'ldi. Hamma yer yopildimi? Ustidan nusxa olamiz. Ya'ni Ctrl C qilamiz. Har biriga Ctrl V qilib chiqamiz. To'g'ri ustma-ust tushadi. Rasm qo'yilgan ekan, bu yerda shart emas ekan. Mana. Xo'p, endi kim biladi buni Gammadan tayyorlanganini? Albatta hech kim. Endi bemalol o'zgartirish kiritsangiz bo'ladi.
Xo'p, yana kimda qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada yozsangizlar, iloji boricha maksimal javob berishga harakat qilaman. Kim nimaga tushunmadi yoki qaysi joyini o'tkazib yubordi, bemalol izohlarda yozsangizlar, javob berib o'taman. Xo'p, buni saqlab olamiz. Xohlasak PDF, xohlasak yana PowerPoint ko'rinishida o'sha odamga tashlab bersak bo'ladi, kimga tashlash kerak bo'lsa. Yana shu bir vaqt o'zida yana bir narsani ko'rsatib ketishim kerak. Bizda PowerPoint ko'rinishida slaydimiz tayyor bo'lgandan keyin uni PDF qilishimiz uchun, misol uchun bu yerda o'zida ham bor, mana fayl menyusidan exportga mana bu yerda PDF qiladigan bo'lsak, PDF ko'rinishida bizga export qilib beradi. Ablokovga bossak, bizga qo'yishimiz kerak bo'lgan joyga, papkaga so'rayapti, qaysi papkaga saqlanib qilay PDF qilib deb. Xohlagan joyimizga bossak, mana shuni tugmani bossak, PDF qilib beradi. Boshqalarda bo'lmasa, versiya menda 2019 mas 22 bo'lishi kerak. 21 ekan. Menda Microsoft Office dasturi 2021-yil versiyasi. Agar kimda qanaqa versiyasi bo'lsa, agar PDF qilish, eksport qilish bo'lmasa, oddiy sayt orqali Google Chrome'dan qilsagan bo'ladi. Ya'ni PPT, ya'ni qisqartmasi, PowerPoint qisqartmasi to PDF bosamiz. Mana bizga turli saytlar chiqib keladi. Eng yaxshisi Free Convert. Kiramiz. O'zimizga kerakli bo'lgan slaydni tanlaymiz. Bosamiz, kutamiz. Convertni bosamiz. Marhamat, PDF ko'rinishida bizga saqlanib qilib oldik. Mana kirib ko'rishingiz mumkin. PDFda bemalol oldik. Xo'p, yana shu bilan bir qatorda ko'pchilik gammani biladi, ko'pchilik slayd tayyorlagan. Xo'p, demak boshladik. Bizlar slaydlarimiz deylik mana tugab qoldi. Mana kreditlarimiz tugab qoldi. Bizani yana qaytadan yangi akkaunt ochishimiz uchun ko'rsatib o'tganimdek, bu akkauntdan chiqib ketamizda, yangi akkaunt tizimiga kirishga kiramizda. Xo'p, bizda temp mailda misol uchun mana bu akkaunt ochgan emailimiz hali ham o'sha email turgan bo'lsa, unda yana qayta ochib bo'lmaydi. Boshqa email ochishni ko'rsataman, ya'ni emailni almashtirishdi. Xo'p, mana bizda o'sha emailda qolib ketgan, buni almashtirish uchun nima qilamiz? Udalit qilamiz. Bizda yana boshqa yangi email beradi. U orqali boshqadan ro'yxatdan o'tamiz. Xullas shu ketma-ketlikni bajargan holatda bepul xohlagancha akkaunt ochib ishlatsangizlar bo'ladi. Mana yana bitta yangi akkaunt. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Agar kim qayerda nimani tushunmagan bo'lsa, izohlarda yozsangizlar, qo'ldan kelgancha tushuntirib o'taman. Keyingi sun'iy intellektda juda zo'r sun'iy intellektlarimiz bor. Telegram botlar yarata oladigan sun'iy intellektlar bor. Replay, Botcam, Bootway. Xo'p, bular nima tomoni bilan afzal bo'ladi deydigan bo'lsangizlar, keyingi videolarimizda xohlagan, ya'ni siz o'ylagan Telegram botni sun'iy intellekt asosida kodsiz siz unga izoh sifatida yozasiz. Menga mana shunaqa vazifani bajaradigan Telegram bot yaratib ber deb tezisini, ya'ni tex zadaniyasini bersangizlar, o'shanga qarab sizlar aytgandaqa bot yasab beradi. Sizlar faqat bot fazirdan kirib, kulich olib qo'ysangizlar bo'ladi. Bu qiziq bo'lsa video, keyingi video chiqarishimiz uchun izohlarda yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Cyber Datafort kanali bo'ldi.